Umra safariga ko'pchilik bo'lib borishni rejalashtiryapti-desiz, hamma yo'g'ingizni tayyor qilib bergansiz. Arzon reys chiqsa, tayyor bo'lib uchib ketamiz deganlarga inshaalloh bugun 22 noyabr Toshkent Madina yo'nalishidagi reysimizga siz aziz yurtdoshlarimiz uchun 20 dona bo'sh joyimiz qolgan. Ulgurib qolinglar. Narxini juda ham super chegirma narx qildik. Videomizni oxirida ko'rsalaring, o'zlaring ham hayron qolasizlar. Hozir internetda hech kim bunaqa narxni sizlarga tavsiya qila olmaydi. Eng muhimi sharoitiga to'xtalib o'tamiz. Madina Munavvarada 200-300 metr, Makka Mukarramada 1,5 kilometr masofadagi gostinitsiyaga joylashishyapti. Avtobus qatnovlaridan xudo xolasa muammo yo'q. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zimizni o'zbek milliy taomlarimiz, odatiy taomlarimiz qatori erta ham shunaqangi taomlarimizdan taqdim etishadi. Va bu xudo xolasa oxiri bas. Eng qizig'i, yo'l boshlovchi yoki 50 bosh aeroportdan ketadi hamda ziyoratlar masalasiga keladigan bo'lsangiz, ziyoratlar Madina Munavvarada Ravza Sharifga olib kiriladi. Qur'on bosmaxonasi ochiq kunida albatta Qur'on bosmaxonasi hamda Xurmo bog'ida ziyofat. Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlarni amalga oshirasizlar. Qizil dengizga sayohat qilasizlar. Toif shahriga sayohat hamda ziyorat qilish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Qaytayotib ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyati yokida qaysidir otangizga yoki onangizga o'tib ketgan bo'lsa, umra badal qilish imkoniyatiga ham ega bo'lasizlar. Eng qizig'i, sizlarga aeroportda 50 boshlarimiz bejik berishadi, sumka berishadi va bundan ham tashqari mana shunaqangi kamzillar taqdim qilishadi. Hali bu hammasi bas. Centrum Holidays'dan sizlarga maxsus yostiqcha, ya'ni samolyotda uxlab ketishlaring uchun 150 ming 200 ming turadigan yostiqchani ham bonus sifatida taqdim qilishadi. Qaytayotganlaringda 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Inshaalloh sharoitlarimiz juda ham chiroyli. Biz aytilgan sharoitga aytilgan bor narsani aytamiz. Yolg'on yoki qo'shimcha narsalar bo'lmaydi. Xudo xolasa eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Farg'ona Mustaqillik Marg'ilon Mustaqillik ko'chasidagi Centrum Holidays'ning ofisidan video olib sizlarga chiqaryapmiz. Shoshilib qolinglar. Xudo xolasa bugungi reysimizga qariyb 9 soat vaqtlaring bor. Vodiydan ham yoki Toshkentdan ham bormoqchi bo'lganlarga $875 narxini chiqardik. Juda ham chiroyli narx. Eng asosiysi aytib o'tgan sharoitlarimga mana shu $875 narx talab qilinyapti. Juda ham narxi arzon. Srochniga hamma narsamiz tayyor, ketaveramiz deganlar hoziroq aloqaga chiqinglar. Sirazi joylaringni bron qilamiz, pasportlaringga vizalar chiqaramiz inshaalloh. Biz orqali mukammal umra qilib kelasizlar. Aynan sizlar uchun mana shunaqa chegirmali narxlarni bizning kanalimizda chiqarib boramiz. Internetda hech kim bunaqa narxlarda sizlarga chiqarib berisha olmaydi. Inshaalloh like bosib, obuna bo'lib qo'yib, bizning kanalimizni kuzatishda davom etinglar. $875 dan obunachilar aloqaga chiqinglar. Mana $890 dan chegirma qo'ydik. Qarib bizdan shunaqa tayyor insonlarni 20 kishiga yaqin odam biz orqali umra safariga ketishdi. Ya'ni sizlar ham 20 ta joy qolgan, tezlashib joylaringni bron qilib, arzon narxda umra safariga boringlar. Ya'ni xudo xolasa biz narxini arzon qilib, sharoitini qisqartirib yoki sharoitini og'irlashtirib qo'yilmaydi. Bu tomondan ko'ngillaringizni to'q qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.